Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana men Nexeljon do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar, sizlar bilan Nurli Craft serverida donat case ochib, donat orqali kuchashga harakat qilamiz do'stlar. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Biz bo'lsa hozir Mr. Main do'stimiz bilan hop, donat case ochishga harakat qilamiz. Hop, mana chatga yozib berdi biz uchun. Rahmat. Endi 3-4 odam kelgandan keyin biz donat case'ni ochib yuboramiz. Xo'sh, ungacha hozir kutaylikchi, kim kelar ekan. Okey, do'stlar, ovozga e'tibor bermaysizlar, ozgincha bo'g'ilgan. Xo'sh, qanaqadir case ochib yubordi bu. Qanaqa case ekan bilmadim. Xo'p, nima tushadi endi bunda? Almaznaya kirka. Xo'p, endi bo'lsa, men o'zimning donat case'imni ochishga harakat qilaman. Let's go. Va bizga legend 30 kunga normalniy bo'ladi, chidasa bo'ladi. Xo'sh do'stlar, mana men bazamga kelib oldim. Endi bo'lsa, kits buyrug'i orqali men o'zimni kitlarimni olaman. Xo'p, bular mana shunaqa kitlarni olsam bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'sh, endi bo'lsa bularni sunduqqa solib qo'yib, warp mainga borib ozgincha main qilamiz do'stlar. Let's go. Xo'p do'stlar, maynki bo'lib, narigi bazam grif bo'lib ketdi. Endi bo'lsa, hop, biz Mr. Main do'stimiz bilan yangi baza quryapmiz do'stlar. Let's go. Endi baza qurishimizni ko'rishinglar mumkin. Hozircha biz hop, obsidian bilan o'rab chiqyapmiz atrofini. Chunki grif bo'lib ketmasligi kerak. Shuning uchun biz obsidian bilan o'rayapmiz do'stlar. Xo'sh do'stlar, endi Mr. Main naryoqda obsidianlarni qo'yapti. Men ham obsidianlarni qo'yishga harakat qilaman. End olamdagi obsidianlarning barchasini hamma region qo'yib tashlabdi. Ularni ola olmadik. Shuning uchun qo'lda topishga to'g'ri keldi. Endi qo'yaverasizlar qancha vaqt ketganini. Let's go. Bittasini yarmi tirik qolgan ekan, shundan ham oldik. Bitta ustunni. Hop, bu yerda blok olaylik, ozgincha. Chunki biz o tayimizga blok qo'yib, bunday atrofini qo'yib chiqishimiz kerak. Hop, bekka teleport bo'lamiz. Yommayo. Mana shu yerda otolmayman. Yommayo. Chiqib qolmasam mana shu yerdan. Yommayo. Bitta blokdan ham chiqa olmayapman. Davay. Hoppa. Bo'lar ekan. Endi bularni qo'yib obsidianlarni qo'yishga harakat qilamiz. Hop, bularni qo'yamiz. Endi bo'lsa, mana bu yerda bunday qilib qo'yib chiqishimiz kerak. Okey, buni ham. Bularni ham qo'yib chiqamiz. Albatta do'stlar, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, chunki biz yaqinda 500 ta bo'lishimiz kerak. Albatta 500 ta bo'lganimizdan keyin qanaqadir konkurs qilib yuboramiz do'stlar. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Biz ungacha obsidianlarni qo'yib oldik. Endi bo'lsa nariga tomonga qo'yishimiz kerak. Shuning uchun tayimizga blok qo'yishimiz kerak. Kommentariyada yozib qoldiringlar, qanaqa konkurs qilishimni, nima sovg'a qilishimni yozib qo'yinglar. Shuni konkurs qilishga harakat qilaman, shunaqa konkurs. Let's go. Okay. Bularni ham bunday qilamiz. Okay, davay. Xo'sh, bularni ham qo'yib olamiz. Let's go. Obsidian yetsa bo'ldi do'stlar.
Bu tepamdagina nima desanglar, bu nima ametist nimasi deyiladi? Ametist teshigi yo'q. Ametist g'ormi shunaqasi. Короче, men 1.16.5 versiyadaligim uchun, aynan hozirgi momentda 1.16.5 daligim uchun yaxshi ko'rinmayapti. Keyinchalik 1.21 ga o'tib olamiz. Keyinchalik emas, ozgincha turib. Hozir normalniy video bo'lishi uchun 1.16.5 da o'ynayapman. No, keyingi qismda albatta bartaraf qilamiz bu narsalarni. Let's go. Let's go. Let's go. Albatta ba'zan ham tayyor holatini ko'rsatishga harakat qilaman. Yo'q, bular nima endi? Yo. Yo. Xo'sh do'stlar, bazamiz bitdi. Albatta do'stlar, sizlar uchun soniya ko'zingizda oshib yumishinglar. Endi bazaga boramiz do'stlar. Qancha vaqt ketganini keyin bilib olishinglar mumkin. Mana A baza deb set ham qo'yib qo'ydim. Va mana do'stlar, o'sha baza. Ko'rib turishinglar mumkin. Bazamiz qanchalik shinamgina o'zimizga mosligini. Bu yerda ikki kishimiz, bu yerda Mr. Ryan, bu yerda narsalar turadi, bu yerda esa men turaman. Shunaqa qilib bo'lib oldik. Nimagaligini bilmadim. Xo'sh, bu yerda storage, ya'ni narsalarimiz turadi. Qayerga qanaqa narsa qo'yish kerakligini belgilab qo'yganman. Bu yerda sunduqlar. Xo'sh, bu yerda setlar turadi. Har xil setlar kiydirib qo'yamiz. Bu yerda verstak. Bu ikki ham setlarni ilib qo'yamiz. Va mana ko'rishinglar mumkin, ichida ozgincha opit bor. Mana bu yerlarda ham ko'rishinglar mumkin. No do'stlar, hozirchalik shunaqa baza chiqdi. Qo'ldan kelgancha harakat qildim do'stlar. Shuning uchun mana ko'rib turishinglar mumkin, soat 12:21, ya'ni 00:21. 12:30 sizlar uchun video olyapman. Bizga buning uchun bazani ko'rishimiz uchun 2,5 soat vaqt ketdi. Shuning uchun do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishdan chiqmasin. Sizlarning yashagan Nexeljon bo'ldim. Hammaga xayr do'stlar. Sog' salomat bo'linglar.